بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. Bunda yuqorqi oyatlarda Alloh taolo mu'minlarni, kofirlarni do'st tutishdan to'sgandan keyin Alloh taoloninki insonning zalik ko'ngli keltirgan va sirtda ifodalagan bo'lsin, har qanday ish harakatlarni Alloh taolo bilib turadigan qudrat egasi ekanligini bayon qilgandan keyin bu oyatda oxiratdagi insonning ahvolini bayon qiladi. Yani ahirette her bir insan özünün kılgan amellerini aldığını görüdü demek. Ya ki şu amellerinin ceza mükafatını. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara. Şunda bir gün ki şu günde her kanda bir insan kılgay yaxşılıkını mı şöyle keltirilgen halet gördü. Ve ma amilet min su'in kılgan yamallıkını mı muhdara gördü demek. Muhdara şeyde mahzub. Matuf olgan ekan, yani aldığı keltirilgan holat ko'rdi. Tawaddu law anna baynaha va baynahu amadan ba'ida. İnsan aş qiyomat kuni, yoki kitob kuni mahsharga kuni bilan o'zining orliqida jiroq masofa bo'lishini orzu qiladi. Yawma mansubun bi tawaddu. Yani orzu qiladi, xalab qiladi degan so'z bilan mansub, yani şunun zarfı degandek. Tavaddunun zarfı. Yani insan arzu qilishi shunda bir kunni bo'ldi demek. Yani şu tavaddu olgan bir ahval qaysi kunni bo'ldi? Shu kunda. Shu kunda. Ve damiru fi baynahu lil yawm. Baynaha ve baynahu dedi. Baynaha yani ki ha an-nafs qaytidi. Baynahu degan damir ayyomga qaytidi. Demek aş insan bilan qiyomat kunning orliqida jiroq bir masofa bo'lgan bo'lsa deb arzu qiladi. Yani bu baynahu degan lil yawm, ay yawmal qiyamah. Hina tajidu kullu nafsin khayraha va sharraha hadirayn tatamanna law anna baynahu wa bayna dhalika al-yawm wa hawlihi amadan ba'ida ay masafatan ba'ida. Yani her bir insan qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammani ko'z oldida keltirilgan holat ko'rgan chaqda ash kuni bilan o'zining orliqida va shu kunning dahshatlarining orliqida jiroq bir masofaning bo'lishini arzu qildi. Amad yani masofa. Endi au bi uzkur. Yani yawma mansubun bi tawaddud bu bir qarash, ikkinchisi mansubun bi uzkur. Uzkur yawma tajkulun. Yani shunda bir kunni asliga nazar degan ma'noda. Wa yaqa'u tawaddu va yaqa'u tajidu dama. Tecrüdüge kitabın aslı bir nüshada şunda tecrüdü degan kelgan, şu to'g'ri. Va yaqa'u tajidu ala ma amilat wahdahu. Buni menga desanglar, tecrüdü degan vajada qaysi turning fe'llaridan bu? Af'al qulub, tansibu maf'ulayn g'aliban. Kim yada hozir bir maf'ulga mutaaddi bo'ldi deydi. U bo'lsa ma amilat. Yaqa'u degan ashiya ta'adda degan ma'no. Yana o'sha tecrüdü degan fe'l ma amilat degan mush bir maf'ulni maf'ulun bihi qilib o'taldi. Ikki emas. Lekin bir oyatda va vajadu ma amilu hadira dedi. Nima? Balki hadirani ikkinchi maf'ul desak, shuna bo'ldi. Niyadimi masalan ma amilat min khayrin muhdara degan ikkinchi maf'ul ism bo'ldi. Lekin ma i'rob bo'yicha ma amilat degan bir maf'ul. Muhdara degan hol. Demak buningdan da mush muhdara degan hol bo'ldi ekan. Amma ikkinchi maf'ulun bihi desakmi bo'ldi muhdarani. Ma amilat muhdara ikkinchi maf'ul. Hamda va yattafi'u wa ma amilat ala al-ibtida. Endi ma amilat ayrim i'rob qilsak, ma amilat yani mubtada. Wa tawaddu khabaruhu ay wallazi amilatu min su'in tawaddu hiya law tuba'adu ma baynaha wa baynahu. Demak, hada mubtada deb qarsak, yani ma degan allazi ma'nosini qilib, allazi amilathu min su'in qilgan yomonliklarni o'zi bilan shu yomonlikning orliqida yoziladi. Yomonlik bilan shu nafsining orliqi jiroq qilib o'tilgan bo'lsa deb arzu qildi deymiz.
ولا يصح أن تكون ما شرطية لارتفاع تودد. أن بهذا ما عملت يعني ما شرطية بمايدو ده تورش مايدو ده. نمشون شرطية واسا تودد كم مجزوم حالة بولش كره. جواب الشرط وغشقة. نعم الرفع جائز إذا كان الشرط ماضيا. تغرى شرط اگر ماضي ولا بقاسا ماضي فعل بلان كبقاسا جواب الشرط مرفوع olsun buluttu deydi. Yani şart madi keldi. Şart madi keldi. Amilat olgan ekan, bunda olsun buluttu desa, ya shunda bo'lishmi joizdi. Lekin ko'proq ahvolda bu toza jiq ushirmaydi deydi. Lakin al-jazm huwa al-katim. Ve bu yerda hozir shart nima bo'ldi? Madi, amilat degan. Jaza bo'lsa mudari oldu. Bu bo'lsa tavaddu. Wa anil mubarrid أن الرفع شاذ. مبرد من توق شمتى بركتين أكتاون مبرد مش كتاب توتما مبرد ما مبرد ما محمد بن يزيد أبو العباس محمد بن يزيد أبو العباس المبرد ياكي المبرد مبرد وسا باشق الله عنده تونك أرم بخشت بشيء aram boğucu. Kuni bardan ve salaman dedi o. Adam da şimdi amallık aram diyendik mi? Bu kişininki sözüne ait şirin, fasahatlik, şeker söz edem ki. Şu ustazı müberred tetnam kaput. Bazen müberred deyiş mümkün. Bu muş balagat, nahv, sarf, muş Arap, til, edebiyat muhakemesi, muş işten katta etik alimlerinin birisi. 186 yılı vefat olgan. Ustazlarının siz cahiz mi var? Onun Zeccac ve Abu Ja'far'ın Nahas yerli şagirtlerinin katarı. Çünkü tefsiri Zeccac oldu çıkıldı o. Kitaplarının size El-Kamil diyen kitabına ait meşhur. Bunun size şu hadis, Arap tülle, edebiyat, Nahv sarıptın tatfamı tatbik alı bak. Yani Arap tilida mundaz to'g'ri, mundaz ish ba, mundaz ish yo'q deb turdigan odamning birisi. Al-Kamil, undan Al-Muqtadab degan kitoblar. Bu besilgan bozorda bor Al-Kamil. Demak bu ar-raf' shazatdi. Ya'ni bu shart degan taqdirda shartnoma, lekin biz shartimi yo'q. Shart emas bu. Shart deb qolsak, o joyda tavadduni marfu holatda o'qish shart bo'lib qoldi. وكرر قوله ويحذركم الله نفسه. Yuqorqi oyatda Alloh taolo kofirlarni do'st tutmanglar deb to'sqan chaqdimi va yuhazzirukumullohu nafsa deb ogohlantirgan. Bu yerda qayta bir qatim ogohlantirdi. Liyakuna ala balin minhum la yaghfudun anhu. Demak, davomliq esi tutib, davomliq hazar ustida turish uchun takrar dedi. Vallohu raufun bil ibad. Alloh taolo bandalarga shunda rahim shafqat mehribonlik qiluvchidir. Va min rafatihi bihim, yani Alloh taoloning ash insonlarga bandalarga qilgan mehr shafqatining jumlasidan an hazzarahum nafsahu hatta la yatarradu li saqti. O'zining g'azabiga uchrab ketmasin deb bandalarni o'zidan ogohlantirib qo'yganligi Alloh taoloning bandalarga rahim shafqat qilganligiga iborat. ويجوز أن يريد مع كونه محظورا لكمال قدرته مرجو لسعة رحمته كقوله تعالى إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. من دا desek mi buldu deydi. Yani Allah Teala'nın hazır iki sütlerini, iki ahvalini tam birli çendirip koyuştu ibaret boşum iken. Ve yuhazzirukumullahu nefse vallahu raufun. Yani siz dikkat kılınlar, hazır eylanlar. Yani şunu bilen billah Allah Teala da hazır eylişini gerek bulaş bilen billah Allah Teala rauf bil ibad. Hem cezası eğer hem rahim şefkatlik çıkışlarına onda billah cüplap eğitip koyuştu ibaret boşum iken. Kudu ayette lezu mağfira ve zu iqabin alimin. Mağfiretin ba cezasını eğer diyen. ونزل حين قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. Yani bu makinki ayetinin 31. ayetinin sebebin nuzul hakkında demek şeyken. Yahudiler biz Allah Teala'nın balları, söyümlük bendileri, bizden azaplamaydı, tozak şirmez, biz cennet kiram çirmez diyen çağda bu ayet çıkan demek. Yani قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ
Lekin bu sababın nuzulda 4 xil qarash bor ekan shu oyatda. Birinchisi Qurayshlar, ma'budlarga nima uchun ibodat qilishlar desa, biz Alloh taoloni so'yganligimiz uchun shu ibodat qilib Alloh taologa yaqinlashtirish uchun. Ya'ni qul in kuntum tuhibbunalloh fattabi'uni. Bu butlarga erishishmay, ibodat qilishmay, mana erishishim dasa, endi Alloh taolo yaqinlashsa, Alloh taolo yaxshi ko'rganligini ifodasi bo'ladi deb shu oyat tushgan debdi. Yana birisi bayatında Yahudiler şunda gitmek qilgancha tushgan. Yana birisi ba'zi musulmonlar biz Alloh taoloni bir suymaymiz, shunda umraqmiz. Biz shunda obdan musulmonlar deb bunday qilganchada unda olsa sizlar amaliy ahvolini ko'rsatamiz buni. Bunda bir alomat bo'lish kerak. Men yaxshi ko'raman, o'qib qo'yman deb qilishlar bo'lmaydi. Amaliyotda shu muhabbatingiz sodiq qilib, shunga loyiq ish qilsam, ondan sevgilikning alomati bo'ldi deb ma'yat tushgan. To'rtinchi sababın nuzul paysalsa shu vaqtda Najron. Biz Sura Al-Imronning ko'pincha 100 oyatga yaqin, ya'ni 20 ga yaqin oyat, 80 oyatlik oyat vaqtda Najron haqida tushgan. Rasululloh shu bilan munozirlashgan, uning savollariga javob bergan, raddiya bergan dedi-ku. Shuningda tushganiga qarashmak. Bunu deb to'g'ri xristian bo'lg'achqa biz Alloh taoloni suymaymiz. Alloh taolo so'ygachga biz mush Iso alayhisalom shunda amroq u bu degan chaqdanda. Qul in kuntum tuhibbunalloh fattabi'uni deb ma'yatishgan. Sizlar Allohni so'ysanglar, Isoni so'ysanglar, ammo menga ergishinglar. Chunki menmo Allohning payg'ambari, Iso Allohning payg'ambari degan. Endi mahabbatul abd lillah. Endi banda tuhibbuna dedi. Ya'ni sizlar bandalar Allohni yaxshi ko'rsanglar dedi. Bandaning yaxshi ko'rishi Allohni nimadan iborat? Ithar ta'atihi ala g'ayri zalik. Allohga itoat qilishni boshqa har qanday narsadan afzal ko'rish bu Allohni yaxshi ko'rlikdir deydi. Yo'q, mishada hubb degan so'zni hozir nima qilyapti? Ta'wil. Yaxshi ko'rish hozir ta'vilga aylandi. Yaxshi ko'rishning zohir ma'nosi nima? Ko'ngil mayli bo'lib, Şun amra qilishda iborat. Davonkin bu aniga taat qilib, boshqalarga taat qilmaslikga taat deb tushundilar. Davon bu ta'wil bo'ldi. İxraj al-kalam an zahiri ila ma'na g'ayri zahir desa bu ta'wil bo'ldi. Demak, bu hozir mutakallimlar xalqning ta'wil mislikininki qarashi yo'li. Asli mutakallimlar nima mutakallimun bu ahli sunnat mustammasal kitap ular. Mahabba degan bu Alloh taolaning zoti sifatiga mutaalliq bo'lmaydi. Bu bir irodadan iborat. Ya'ni ko'ngilda bir iroda bu deb turibdi. Xuddamda mening ibodatim o'sha Alloh bilan xos deb ashundan qilsa, iroda qilsa, yaxshi ko'rganlik musho deb bunda yaxshi ko'rishni bunda tushundigan. Lekin ahli sunna val jamoaning tushundirishi nima desa, bu muhabbat degan, ya'ni insonning muhabbati Alloh taolaning zoti va sifatlari bilan mutaalliq bo'la oladi. Ya'ni inson Alloh taolani yaxshi ko'rsa, sifatlarini yaxshi ko'radi, mumkin. Endi kamil musulmon, kamil mu'min Alloh taolani Alloh bo'lganlik uchun yaxshi ko'rish kerak. Lezatihi. Endi unda satvan darajada kishilarcha savobini ko'zlab yaxshi ko'rish kerak. Endi bunda tushundik. Ve bir yerde taat kılın. Taat kılış da bir yerde şuna söyledi. Ve mahabbatullahil abda en yarda anhu ve yahmida fi'lahu. Yani Allah bendini yaxshi ko'rishgan nima deb iboratsa, unda razı olash ve işini mediyleşti iborat. Bir yerden de rıda degandek Alloh taoloning nisbatan rıda ma'nosi tushundida, bendiga nisbatan taat ma'nosi. Shoir bunda aytgan: "Ta'sil ilaha ve anta tudhiru hubbahu." تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. demek bu şu söylü muhabbet hazır taatın ibaret demek. Biraz söylesen itaat kılsa. Ve anil Hasan kim? Al-Basri. Al-Hasan diyen mutlak desek Basri oldu. Eğer Hasan ibn Ali olsa, devamlı Hasan ibn Ali deyimiz radıyallahu anhuma. Za'ama akvamun ala ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehum yuhibbunallaha fe arada en yec'ala li kavlihim tasdiqan min amelin. فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه. Ma'valıq ikinci sebebin nuzulga okşap kıldım. Resulullah'ın zamanında bazı kişiler, yani Müslümanlar, ular Alloh taoloni bizni suymaymiz, yaxshi ko'ramiz deb turgan dedi, da'vo qilgan. Shunlar Alloh taolo ularning so'ziga bir isbot,
Yani amaliy bir isbot qo'ymoqchi bo'ldi dedi. Famanidda mahabbatahu shunga kimki Alloh taolaning yaxshi ko'rdiganligini da'vo qilsa, lekin da'vo qilib turib Rasulning elchisining sunnati xilof qilsa, u chaqda bu yolg'onchi kazzab bo'ladi. Allohning kitobi buni yolg'onchi chiqarib o'tadi debdi. Demak bu Allohni so'yish uchun bir alomat belgilab qo'ydi Alloh taolo. Unda yaxshi ko'rman deyilishidan yaxshi ko'rgan bo'lib qolmaydi. Uning bir so'ygisiningki bir alomati bo'lish kerak, belgisi bo'lish kerak. Vaqila mahabbatullohi ma'rifatuhu. Yani yana bir tafsirimda. Alloh taolani so'yish degan uni tunish va davomliq undan qo'rqib turish, qalb bilan davomliq mashg'ul bo'lib turish va davomliq yad etib turish, davomliq Alloh taolo bilan birga bo'lganligidan o'zininki yolg'iz emasligini his qilib turish deydi. Unsigini, unsi ulfat his qilib turish deydi. وقيل هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله إلا ما خص به. Yani bir qarashda bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bor sharkatlari, so'zlari, ko'rsatmalariga erishmanish shundan iborat. Endi Rasululloh xos bo'lgan ahvol bo'lsa, buning sirtida. Lekin Rasululloh xos bo'lmagan ahvol bo'lsa ham ishda Rasululloh ergish, ko'rsatmani ijro qilmoqchi iborat deydi. Mana bu so'yginingki haqiqatidir. وقيل علامة المحبة أن يكون دائم التفكير. من دام ديرتن. Bu muhabbatning belgisi degan davomliq o'ychan bo'lish kerak. Davomli xiyolchan o'ylab turadigan. Kathiral xalva. Bu Allohni so'ygan ekan, davomli yolg'iz o'tirib, yolg'izlikni xohlagan chaqda u yolg'iz bo'lmaydi. Alloh taolo bilan munojat qilib turgan bo'lsa, yolg'izlikni xohlashdi. Daimas samt. Kam so'zlar, to'la gap bo'lmay. Dunyoning jidal majra quruq gaplari qilib yurmay, la yubsiru idza nazar. Bir narsa qarasimi, o qaragan bilan o ko'zi ko'rmay, kallasi boshqa yerda. Yani Alloh bilan mashg'ul kallasi. Nima bir so'z ko'zgan kamon nima dedi. Nima qarasimi ko'rmaydigan ahvol bor. Ko'z qaradi, lekin bu uchun diqqati boshqa yerda bo'lsa, ko'rmaydi uni. Shuning bir narsa o'ylab manga odam oldiga og'insi uchrab qolsa, assalomu alaykum demay ketib qoldi. Ayında davomliq butun diqqatdan vujuding o'y fikring Alloh bilan bo'lash demoqchi ekan. Wala yasma'u idza nudiya. Taqlana deb to'lsimi olmay turadigan bo'lib ketsa, wala yahzanu idza usiba. Bir musibat, ziyon, zahmat, balay afat bundan asliga ko'ngilsizlik uchrab qolsa, ko'ngil yerim bo'lib ketmaydi. Wala yafrahu idza asaba. Mol dunyoga erishib, bu narsaga erishib ketsa, xushallikdan bak sakrab ketmaydigan. İnna Allah la yuhibbul farihin dedi. Voy deb çeklab undan o'qitish shu yaxshi emas. Va la yaxsha ahadan va la yarjuhu. Yani Allohdan g'ayri hech qanday bir maxluqdan qo'rqmaydiganlar. Uningdan mo binasi umid qilib ketmaydigan bo'lsa, mana haqiqiy yaxshi ko'rishgan ma'qul. Ba'zi zohidlarning, ba'zi mutasavviflarning, ba'zi munda olimlarning qarashlari bo'lsa, bir-birlab naql qo'ydi. Lekin endi shu ma'noning hammasi şu muhabbatga chetish gaplar. Va yaghfir lakum zunubakum. Yadida fattabi'uni yuhibbukumullah. Mana erishinglarki Alloh sizlarni yaxshi ko'rgay. Sizlarning gunohlaringlarni mag'firat qilib o'tgay. Vallohu g'afurur rahim. Alloh taolo shunday mag'firat qilib o'tkichi, rahim qiluvchi zot dedi. Qul ati'ulloha va rasul. Aytdingki Alloh va rasuliga itoat qilinglar. Qul hozir kimga? Rasululloh dedi. Lekin kimga da demakchi? Demak, sababini o'zini qarta. Ayında desak, vaqtida Najron xristianlar bo'lishi mumkin, yahudiylar bo'lishi mumkin, ashunda da'vat qilgan musulmonlar bo'lishi mumkin. Yadamda vaqtida Najron desak, bakrak shudir. Vaqtida Najron. Nima uchun? Ma'ayatning aqidillah İnnallah astafa Adem ve Nuhan. Yani Meryem Aleyhisselam'ın ve Galikli'nin İsa Aleyhisselam'ın öldürü çıkıyor. Ondan iken mesela bu Hristiyanlılar doğan besmunazire şurada karta reddiye bunun birisi değişse münasip. Bu ayetler vaqt-ı Necran hakkında düşken desek de yakın kıldım. Tekrar canlı kıldım. Kul atiyullah ve Resul. Yani etkin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşı Hristiyanlığa Allah ve onun Resulü itaat kılınlar digin. Mana qiylahi alamatul mahabba. Mana itoat qilishmi shu? Itoat qilish muhabbatningki alomati deyilibdi. Amaliyotda shu rasul, payg'ambarlik, ya'ni elchilik deganning o'zimi itoatni keltirib chiqargan narsa. Bu elchi kimning elchisi?
Allah'ın dağınıken bu elçilikning o'zi itoat qilishning taqozo qilgan narsaning birisi. Fa in tavallaw navada ular o'rib qilib itoat qilmay bosh tortib qolsa, ta'ni qabul qilishdan bosh tortsa, fa innalloha la yuhibbul kafirin dedi. Yani tam ve yahtemil an yakuna mudari'an ay fa in tatawallaw. Misal tawallaw degan tatawallawdan qisqartirib ketgan bo'lishi mumkin, ya'ni madi yoki tatawallaw degan mudari holatida bo'lishi mumkin edi. Degan madi desak, ya'ni ular bosh tortsa degan. Fa in tatawallaw deb qolsa, sizlar bosh tortib qolsanglar, fa innalloha va ahvolda Alloh taolo kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. Yaxshi ko'rmaydigan adibni urdi. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Bu ayet hazır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberliğini ispatlaştı başlaydı. Yani başta peygamberlerin silsilesini şunda bir bayan kılıyordu şeceresine. Daha baştan ekilir. Mamamında peygamberli boğan dep kelip andın bizim Resulullah ahir peygamberimiz muşu silsilenin ayığı boğan. Demek ki Resulullah'ın aşında başka peygamberler olsun anda tanıgan Allah Teala özünün peygamberliğine şunadır bir xil temhid endi. Bu tayyorladi. İnnalloh astafa. Hakikaten Allah Teala tanıdı dedi. Adam yani bütün insanların badisi atısı. Ve Nuhan Nuh peygamberlerin katısının birisi. Ve ala İbrahim'e yani İbrahim'ninki cemaate evladı isim buldu. Yani İbrahim Aleyhisselam'a geçkenler desek mi oldu? İsmail'e ve İshak'a ve evladahuma. Yani al-asbat. Asbat yani aşın balları yanıldı, evladı yanıldı. Andi keyin andan bu asbatın buldu, her bir baldın bir cemaat olab, imkanıken 12 oğaldın, 12 kabile payda oldu. Şunu deyken, asbatta. Demek müşahede Ali İbrahim'den maksat İsmail ve İshak ve evladahuma yaptı. Ve Ali İmran, yani İmran'ın Ail tavabatı degan, cemaati degan Musa ve Harun huma ibna İmran ibn Yashara. Demek Musa, Harun bular İmran'ın oğulları idi. Bu muqatilning qarshi ekan. Ve qila İsa ve Meryem bint İmran ibn Matan. Yani bir qarashda bu hozir Hasan Basri'ning qarashi ekan. Bu İmran'ning ailesi, evladı cemaati degandan maqsad Meryem ve İsa alayhisalom mas'ul qilindi. Meryem binti İmran ibn Matan ki. Yani Musa aleyhisselam Aleyhisselam'ın atısı İmran, Meryem'nin atısı mı İmran boğaçka Ali İmran'ını belgileşti adı şıkıl karaş oldu. Ve beyne İmraneyni 1800 sene. İmran'ın aralıkında 1800 yıl bakken. Musa aleyhisselam'ın vakti mi bu? İsa aleyhisselam'ın vakti. Demek İsa aleyhisselam ve Meryem aleyhisselam'ın işaret köz tutulduğu diyen karaş canlıtırak. Çünkü ayetin ahırda Meryem aleyhisselam'ın annesinin Zekeriya aleyhisselam'ın gepleri olganlıken mağur desek sayal canlı. Musa ve Harun belki şu Ali İbrahim'in işi müşrik tutu. Ama Ali İbrahim'in işi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zaman Resulullah şu İbrahim aleyhisselam'ın tutuşu mesela. Alal alamin yani şu çağdaki bütün dünyadaki kişilerge karta şularni işidan aşularni tanlagan deydi. Yani kıyamet kadar bulduğun insanlar denemez. Şu zamandaki insanlar. Fatiha'nın tasarrufunda tuttu. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Yani İbrahim'nin ve İmran'ın aile tavabatı şundak bir evlat ki bularning bir kısmıdır deydi. Bazısı. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Yani şu Ali İbrahim ve Ali İmran muşula birbiriga ancak çetişler, birbiriga zic münasebetlik evlatlar doğru deydi. Ali İbrahim bilan Ali İmran'ın bedeli. Yani innalloh astafa Adem ve Nuhan ve Ali İbrahim ve Ali İmran yani hum zürriyetun ba'duha min ba'd. Mubtada'un ve haberuhu fi mevdu'un nasb sıfatun li zürriye. Yani ba'd degan misal mubtada. Min ba'd degani bu xabar. Bu hammasi ba'duha min ba'd. Shunda pumlab akasak fi mevdu'un nasb sıfatun li zürriye. Bu zürriye qanda zürriyasi ba'duha min ba'd. Yani bir-biri bilan zid chetlib ketgan, bog'lanib ketgan, tutishib ketgan avlodlar demoqchi. Yani ennel alayni zürriyetun vahidetun. Yani iki cemaat hazır
asli xuddi bir avloddak. Mutasalsilatun ba'duha mutashabbun min ba'd. Ya'ni bir-biridan shaqlinib chiqqan, tutishib ketgan zanjirsimon avlod demoqchi. Masalan, Musa va Harun min Imron. Imrondan Musa va Harun bu avlod chiqdi. Va Imron min Yashar va Yashar min Qahat va Qahat min Lawi va Lawi min Yaqub va Yaqub min Ishaq va kadhalika Isa ibn Maryam bint Imron ibn Matan va huwa yattasil bi Yahuda yoki ibn Yaqub ibn Ishaq. Demak bu Yahudaga tutishdi buning nasibida Isaning. Yaqubga tutishdi. Ha. Demak bu Yaqubga hozir tutashdi. Bu Yaqub Ishaqning o'g'li edi. Tushunami? Vaqad dakhala fi ali Ibrahim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak Ishaqqa birib tutashdi o'g'liniki. Ana Ishaq Ibrohimning o'g'li edi. Ondan Ibrohim alayhisalomning yana bir o'g'li Ismoil. Davomida Rasululloh Ismoil tarafdan bo'ldi. Bu bir tutdan ikki shaqlagandek. Vaqila ba'daha min ba'd fi din. Biri-biriga shunda tutishib ketganligini islom dinida, payg'ambarlikda, bu shu vazifani ado qilishda bunda tutishib ketgan avlod degan ma'noda debdi. Vallohu samiyun alim. Alloh eshitib, bilib turguchi. Ya'lamu man yasluhu lil istifa. Bu shunda tanlanishga loyiq kishilarni biladi. Ondan mana desak muldamni. Bakinki oyatga chetib turib, samiyun alimun liqawli imraati Imron va niyataha. Imronning ayolining so'zini anlatuvchi, niyatini bilib turguchi degan manda ma'noda desak bo'ldi. Chunki bu oyatning farqida undida iz qalat imraatu Imron, ya'ni o'z vaqtida, shu chaqdiki Imronning ayoli mundaq degan dedi. Va iz mansubun bihi. Bihi naqaytida bihi damir. Sami'un. Sami'unga qaytadi. Shu angan chaq deb shu chaqni hozir zarf qildi. Chunki sami'ni ma keyin kelmaga chetishlik qilib demak mansubun bi sami' aw bi idmar uzkur yoki ko'nglimizda masalan uzkur izqalat ya'ni yuqurib qilmilda va izqala Musa masalan ashijiq Baqara surasida o'tib ketdi-ku. Hammasi uzkur degan mubatdi taqdir qilgan. Ya'ni masalan uzkur ya'ni shu chaqni asliginki u chaqda Imronning ayoli mundaq degan. امرأة عمران هي امرأة عمران بن ماثان مريم جدة عيسى. يعني مريم نانسة عمران قزة عيسى نانسة. وهي حنة بنت فاقودة اسمه جندا. من هذا إذ ما منصوب في محل نصب دوق سميع ولا منصوب كتدوق يعني أذكر لنا سميع ولا منصوب ذلك سميع وقت قالت امرأة عمران يمض. Yoki istafavlan nasib etdi desak. Demak, bu shunda degan chaqda uni tanlagan bo'ldi. Rivoyat qilinsa, bu Maryamning onasi tug'masa ekan. Ham qirib qolgan ekan. Baqdan shuna chiqib sayr qilgan vaqtida bir qushninki o'zining chujillariga tomoq kelib, shunda mehr shafqat bilan rizolantirayotganligini ko'ribdi-da. Yani bir qushning changizda endi ahvolni ko'rib mening bir balam bo'lsa ekan deb ashunda onalik nimasi tutib ketib shu chog'da orzu qildi. Ondan orzu qilib ondan nazr qildi. Ya'ni Allohumma laka alayya nadrun in razaqtani waladan an atasaddaqa bihi ala baytul maqdis. Bizda nazrning istiduqa lillahi alayya nadrun, nazrning siyg'isi. Bu endi da nazr qildi. Men bir farzand ato qilib qolsam, men buni baytul maqdisning xizmatiga otibdiman. Nazr qildim bo'ldi deb degandan keyin Imron alayhisalom u ayoli homila chaqda vafot bo'lib ketgan. Vafot bo'lib ketgan chaqda undan shunda dedigan. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Bunning musta shunda masjidning xizmatiga unda otibtish, shunda bir ish yo'l qo'yilgan ekan bu shariatda. Bizda unda shu yo'q. Bizda unda rahib bo'ldigan, unda darvish bo'ldigan yo'q. Men rag'iban sunnati salaysa minni dedi. Çünkü mağanın şeriatida şunda masjidning xizmatiga masjidga otilib ketgan. Ashunda adam bo'ldi ekan. Maryamning onasimi endi farzand kirib qolsam, Alloh taolo farzand berib qolsa, Baytul Maqdisning xizmatiga ash farzandimni otitaman deb. Odatdan bu o'g'il vallarni ataydi ekanda, qizlarning unda atash yo'q ekan. Shu chaqda Robbinni nadartu laka ma fi batni, ya'ni u yo'lda sho'lab ketgan chaqda bunda debdi.
nazartu deganimi yo avjabtu dedimi? Biz nazrni tarif qilgan shariat vojib qilgan narsani o'ziga vojib qilib olish degan. Muharrara va halun min ma fi batni degan madin holat dedi bu. Yani azat qilingan holatda demoqchi. Va ya bi ma'na allazi ma degan hozir allazi ma'nosida. Yani qo'sqimdiki narsani, qo'sqimdikini azat qilingan holatda nazr qilyaptim dedi. Li xizmati Baytul Maqdis. Baytul Maqdisning xizmatiga. La yadali alayhi va la astaqim. Men unamda bundikini o boshqarib oladigan, egolib oladigan, meningki balamti deb turib oladigan unda ishim yo'q. Bizning xizmatimni sanmayman, butun mahrdan kechdim. Allohning bayti uchun atvatdim. Va kana hada naw min an-nazr mashru'an indahum. Demak, ashularning shariatida bunda nazr qilish bo'ladi ekan. Aw muxlasan lil ibada. Muharrar degani mishada butun dunyoviy ishlardan ozod qilib ibodatga xas qilayotgan deganlarning bo'lishi mumkin deydi. Yuqol tinun hurrun ay xolis. Yani bu lay hur desa saf lay degan bo'ldi. Yani saf ibodat qilib atayotdim deydi. Fataqabbal minni. Shuna mendan qabul qilg'aysa deydi. Yani qabul qilg'aysa degan mush so'zning o'zi bu hozir xuddi farzand ko'rgandek, kirib bo'lgandek. Hozir men duo qildim, Alloh taolo chiqib meni ijobat qildi. Hozir shunga men bu bolani hozir menda shunga holatdan, men qabul qilishlar degandek. Xuddi bola hozir qo'limda meni, men qabul qilg'aysa deb singandeklar, naqsat. Bu ha. Mana hozir ta bu bolani nimaga sunnada? Sunmagan holatdami xuddi unda salomat tug'ilib, Alloh taolo farzand ata qildi, shunlar unda farzand tug'ilgan ekan. Xuddi sunnatga holatda degandek dedi. O'g'il ha. Qo'saq chiqishda shu. Qo'sqida nima bachada. Nafi batni dedi-ku. Mush qo'sqinigini unda atratdim. Shun qo'lga qilg'aylar dedi. Degan qo'saq chiqishma bu. Lekin xuddi bu tug'ilib hozir nima qilgandek ibora bilan fazildi deyiladi. Demak, mush bola tug'ilmasa, bu qabul degan gap bo'lmaydi yani. Xuddi bola tug'ilib o qushga uchib bo'ldi bu bola. Ondan Alloh taolo tanglayotgandek bunda bir ahvol. Ya, o yomon deytin degan gapni deyman. Deytinni qabul qilsa-da. Balkim tafsir ishari chiqarib qolsak balki chiqishi mumkin. Yagan o'g'il tug'ilsa ekan degan bir orzuni o'shunda ishiga olgan bo'lsa. Chunki qiz o'z qabul qilmayapmizmi? Tataqabbal minni degan o'g'illarsa ana o'g'il berib bo'ldi hozir. Ondan qabul qilg'aylar degandek. Fataqabbal minni Madani va Abu Amr. Madina qarilar Abu Amr fataqabbal minni deb qiraat qildi. Minni ama. Ha, demak minni ama hozir yozishda Qur'ondagi mo'sh bizning qiraatimiz ko'chirib kelib qo'yibdi ekan, shuni aslida minniya. Ve minniya deb qiraat qildi Madani va Abu Amr. Ammo bizning Hafsning qiraatlari masalan, Asimning qiraatlari minni. Va taqabbul akhdhu shay'i 'ala ar-rida bihi. Qabul qilish degan nima? Rozi bo'lib elish degan bo'ldi bundan. Innaka antas samiul alim, sen haqiqatan eshituvchi va bilguvchi zot deydi. Shunga hozir bu duoninki adab qoidasini naydin qilyapti. Robb deb boshladi. Robb degan parvardigorlik, rububiyat sifati, ashunda parvarish qilish, tarbiyalash, xabar olish, ig'olash, ashunani o'z ichiga olgan ekan, Robb deb xitob qildi. Ondan oxirida innaka antas samiul alim, sami' alim bo'lgan ekan, ijobat qilishga taqimo loyiq demoqchi. Falamma wada'atha, endi ma qo'zat qishadi duo qildim shuni. Yuqroq duo. Endi keyin tug'dim. Falamma wada'atha, uni tuqqan vaqtida dedi. Qalat robbi inni wada'tu anta. Tuqqan ekan qizligini shu joyda ko'rdi-g'anda. Ey Robbim, men buni qiz tug'ib qoldim. deb xuddi bir o'zini aytayotgandek, ya o'ziga tasalli berayotgandek bir ahvol. Falamma wada'atha ad-damir lima fi batni. Ha degan. Wada'atha, ya ha degan damir qo'shqumdagi narsa degan. Yani shu balini tuqqan vaqtida. Va innama unnita ala ta'wil al-habla. Habla yash qo'saqdiki bala degan bo'ldi. Ko'ralma, ha? Avun nafs yoki nafs ma'nosida ya ayyatuhan nafs irji'i deymiz-ku. Shu nafsga muannas. Davonkin bu nafs e'tibori bilan muannas nima qilsak. Shu odatda bu vaqolni nima qilsak, Allohumma inni u'iduha bika va zurriyatan minash shaytonir rajim. Allohumma anbitha nabatan hasana desak, bu qol bo'lsin desak bo'ldi.
e'tibori nafs. Bu o'g'ilga qizning duosini qildi deb demaymiz. Nafs bo'lgan. O nasma. Nasma degan bu bir ruhimdir. Ha? Demak bu muannas bo'lg'achqa mushunga loyiq ha deb nima qildi deymiz. Yoki bunda desak bo'ldi ekan. Mush ahvolda bir qizning tug'ilganligi oshkorlandiganda, oshkorlanib bo'lgan ahvol bo'lgan ekan, qizning o'g'li aniq bo'lgan ekan, qizning tug'di deb falamma waladat bintan degan ma'noda. Ya'ni qiz tuqqandan keyin bunda dedi yoki vada'atha ism bu zot Alloh taolaning ilmida bu qizlikqa zot Alloh taolo bilib qo'ygan ekan. Alloh taolo vada'atha deb Alloh taolo bilgan ekan. Ha deyapti. Qalat robbi inni wada'tuha unsa. Parvardigorim, men buni qiz tug'ib qoldim. Unsa halim min damir fi wada'tuha. Ya wada'tuha, azra wada'tha yuqaddatda. Endi wada'tuha unsa deganda wada'tuha yani bunu tug'dim. Yani uni tug'dim degani unsa holatda tug'dim demak. Qiz holatda tug'ib qoldim. Ay wada'tu al-habalata aw an-nafsa aw an-nasmata unsa. Yani ashu törelmini yoki nafsni yoki ashu ruhni bir janna deydi yoki nafsni. Qiz tug'ib qoldim. Va inma qalat hada al-qawl li'anna at-tahrira lam yakun illa lil-ghilman. Nima uchun bunda desa? Chunki ash muharrara chun dunyo ishlardan ozod qilayotgan holatda Alloh taolaning beytining xizmatiga lam o'tish o'g'il uchun ham yo'l qo'ygan shariat. Qiz uchun yo'qdi. Unda bo'lgan ekan, yo'da hozir men o'ylagan yerimdan chiqmay qoldim. Mana shari yo'q deganda bir xil o'zini bayon qilganda, yoki o'ziga o'zi tasalli bergandek deydi. Fa'tadarat amma nadarat. Demak, men nazar qilgandim, endi bu qiz chiqib qoldi bu. Endi men nima boshqa nima yo'q degan tariqada o'zini aytadi. Va tahazzanat ila robbiha. Parvardigori uchun ashunda dardin to'kdi deydi hozir. Tahazzanat ila robbiha. Va li takallumha bidalika ala wajhi at-tahazzun wa at-tahassur qala Alloh. Naqut yerim bulab bunda parishon bulab asaratlanganlik ahvol bo'lg'achqa Alloh taolo unga endi de vallohu a'lamu bima wada'at yoki bima wada'ati yoki bima wada'tu qira'atga o'xshash emas. Yani Alloh taolo dedi desak ma'sudni vallohu a'lamu bima wada'at yoki bima wada'ti deymiz. Yani sizning nima tuqqanligini Alloh undan biladi deyman. Ta'ziman li mawdu'iha. Mawdu'iha nima? Ash tuqqan balasining ishining kattaligini ko'rsatish uchun. Wada'atni tug'di dedik-ku, mavdu degani tug'ilgan bola. Yani ash ayolning tuqqan balasining ishining kattaligini ko'rsatish uchun vallohu a'lamu bima wada'at. Sizning nima tuqqanligingizni Allohdan biladi degani, sizning nima tug'dingizmi, nima ma'vo Allohdan biladi. Yani bu ishina katta, nurg'un mo'jiza oyat ahvollar kelib chiqdi buning nimasidan. Allah o'zining irodasi bilan tug'di. Yani bu aletki bundan nima emas. Buning ishina katta, nurg'un mo'jizalar, nurg'un adam musulmon kafir bo'lishiga chetishlik shunda bir jamoa bilan ishida demakchi. Ey vallohu a'lamu bish-shay'illadhi wada'at. Sen de bunda qizimizni tug'ib qoldim dedingiz, bu qizning ishi intan katta. Alloh biladi uni. Uni oddiy o'ylab qolmang degandek. Tashlaganda bir ahvolanda. Va ma ulqa bihi yoki Alloh taolo va ma allaqa bihi desak bo'ldi. Min adaimul umur. Demak, ashu tug'ilgan buvoq, qiz Maryamga qarta nurg'un katta ishlar chetishib qo'yib ketdi. Alloh taolo shunga chetib qo'yish nima? İsa'nın dadısını tug'di. Nima? İsa'nın mahdidi so'zladi deymiz. Ash o'lganlarni tirildirish va kaza nurg'un oyatlar, mo'jizalar, jid ahvollar kelib chiqdi. Wada'tu Shami va Abu Bakr bi ma'na va la'alla lillahi fi sirran va hikman. Endi vallohu a'lamu bi wada'ni yuqori tafsiri Alloh taolaning so'zi dedik. Endi ma ikkinchi qiraatga asosan vallohu a'lam bima wada'tu. Men buni qiz tug'ib qo'ydim, mening tuqqan balamning ahvolini Alloh eng yaxshi biladi. Bu bir hikmat bor. Alloh taolo bilgan bir sir bor buningda. Deb xuddi o'zingizni tasalli bergandek. Yani e'tizor bilan tasalli berishdan iborat. Va alada yakun dakhilan fil qawl. Unda bo'lgan ekan, Robbinni wada'tuha unsa vallohu a'lam bima wada'tu degan hammasi uning so'zi bo'ldi. Maryamning onasining so'zi. Endi wada'ti deb qiraat qilingan.
Vallahu a'lamu bima wada'ti. Lekin bu Alloh taolaning Maryamning onasi qarta degan so'z bo'ldi. Va alal avval, ya'ni vallahu a'lamu bima wada'at degan nima bilan bu Alloh taolaning Maryamning onasi qilgan so'zi desak, yuqafu 'inda qawlihi unsa. Unsa deb to'xtaymiz. Ya'ni Maryamning onasining so'zi misha tugide degan tariqada. Ondan Allohu a'lamu bima wada'at deb boshlab o'qiymiz. Bu Alloh taolaning so'zi bo'ldi. Yoki jumla mu'tarida desak bo'ldi. Va qawluhu vallahu a'lamu bima wada'at ibtida ixbar min Alloh taala. Ya'ni bu Alloh taolo yangi boshlardan bir so'zni qilib xabar berayotganda. Endi u qizgan o'g'ilga o'xshamaydi, farqli. Va laysa zakaru kal unsa. Ya'ni siz talab qilgan o'g'il sizga ato qilingan o qizdek emas edi. Ya'ni bu hozir vallohu a'lamu bima wada'at Alloh taolaning so'zi degan bo'yishmansak, o'sha Alloh taolaning so'zining davomi. Xuddi siz odatda o'sha masjidda xizmat qilgan bir oddiy bir o'g'ilni talab qilgan emas. Siz talab qilgan o'g'il mushitda. Hozir sizga berilgan qiz hozir ishi intayin sha'ni shunda katta bir qiz ma'vo degandek. Yoki buni ashirning so'zining davomi desak bo'ldi. Maryamning onasining so'zining davomi. Masalan, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at va laysa dhakaru kal unsa. Hamda o'g'il bo'lsa bu qizdek bo'lmaydi, hamda bu qiz bo'lib qoldi degan tariqa o'ziga tasalli berish va Alloh taolo o'zi aytishning davomi desak. Chunki bu oyat oyg'imi Maryam alayhisolamning onasining so'zidir emas. Va inni samayta Maryam. Hammasi shu Maryam alayhisolamning onasining so'zidir deb iborat bo'lib qoldi. Matnga asos. Vallam fi mal al-ahd. Siz talab qilgan ash o'g'il bilan sizga berilgan ash qiz o'xshashamasligini ikkisi ash Maryam alayhisolamning ko'ngildagi bizning oldimizda o'tgan zehnimizda ma'hud bo'lgan ash qizlar o'g'ilga qaytadi deb. Jins desam bo'ldi endi. Yani cins zakar, cins unsa o'xshamaydi desam bo'ldi. Va inni sammaytuha Maryama. Men uning ismini Maryam qo'ydim. Ma'tufun ala inni wada'tuha unsa. Va mishada atf inni wada'tuha unsa va inni sammaytuha Maryam deb shuni atf qildi. Va ma baynahuma jumlatan mu'taridatan. Demak, buning o'ttiriki ikkisi Allohu a'lamu bima wada'at va laysa dhakral unsa jumla mu'tarida deydi. Yani Allah Teala'nın sözü değil, ya ki Meryem Aleyhisselam'ın annesinin sözü değil, kıstır bu söz. Ve ne var? Zekarat tesmiyeteha Meryem'e li Rabbiha. Hem de ne biçimmiş adam, ismini Meryem koydum da ismini mi? Allah Teala dağıtı hazır. Ve ne var? Zekarat hinne tesmiyeteha döptüm. Okşaş. Lianne Meryem'e fi lugatihim el-abide. Çünkü Meryem diyen söz, ebri tılda ibadet guy, ibadet diyorsa diyen mandiki. Biz Surat-ı Bakara'da çıktı mı Meryem'in? Bir ayette ötekesti. Meryem diyen, bu abide, khadime, lilbeyt diyen mühendis çıktı. İsa'nın mühendisi mi çıktı? Meryem'in mesela abide diyen de çıktı. فأرادت بذلك التقرب والطلب إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها. Hatta bu bir xil dua yoki bir iltijoni o'zicha olgandek. Men Maryamdan atidan mush ismi jismi loyiq, bunda bir bo'sh ekan degan bir orzuni o'zicha olgandeklar. Va an yasduqa fiha dhannuha biha. Demak, mush o'ylaganimdek bir bo'sh ekan, vujudga chiqsa ekan degan orzuni o'zicha oldi. Ala tara kayfa atba'athu talab al-i'adati laha wa li waladiha min ash-shaytan. Men mush ma'ni to'g'ri dedi. Chunki bu orzuning davomini buna tilak bor edi. Yani bunun akıdından bunu panalık tilash, yani Allah Teala öz panayını saklashni talab qilish bilan yani ayg'ida so'z qildi deydi. Yani şu farzandini va farzandining avlodlarini shaytonning sharridan panolantirishni talab qildi deydi. Bi qawlihi, yani bi qawliha deyimizda. Degan nimaga Allah Teala'ning oyatida ha? Ve inni u'iduha bika ve zurriyetaha min ash-shaytanir racim. Demek ki men Meryem deb atida menda bir ibadet qilgan bo'lsin der. Arzuyim shu. Arzuyim shu shunda qilsizlar va yana bu farzandimni va farzandimning avlodini qo'landa shaytonning sharridan saqlash uchun o'zlaridan panolik tilayman. Panolik tilab o'zlariga unda iltijo qilma demakchi. Ar-rajim al-mal'un demakchi. Ve inni medeni ve inniye müşü. Medeni.
Ve inniye medeni diyene bi fethi ya el mutekellim dama. Medeni qari ve inniye u'iduha bika zurriyeteha debdi. Fil hadis ma min mevludin yuladu illa ve şeytanu yemassuhu hina yulad. Seyyaziste girişse qanda birmiş insanın farzandi tug'ildikan, tug'ilgan vaqtida shayton buni deymiz barmoqqa sanjolida, chimdolida, nuqolida degandek-a. Say musulmonlar nahisahu deb qo'ydi. Ya ude, chimdolda, nuqolda degandek bu shayton inson bu zodi haqiqiy dushman bo'lg'achqa, odam alayhisolamning dushmani bo'lg'achqa, adam alayhisolam avlodi bir tug'ilsa ochchig'ida, o'chmanligida shu zaharlik bilan chimdoldi ekan. Dunyoga kelgan ekan bu. Şunu yığılaydı. Feyestehillu sarika. Şundan bala ve akrab yığılap gidiyordu dedi. İstihlalın diyen toğ. Üllük ve akraş geldi. Yığılmasa vakkıda sebep yığıltıdan geldi. O anda şeytan ona çimdi bağın boşu mümkün. Lekin balının sağlamlıkta yaşamayan iken sungan boşu mümkün. Şuna doktorluğuma bu balı sağlam emas uçuşun urup yığıltıp bakıldı. Çünkü yığılaşının uzunu bir ağrıtını seziştin direkt bir doğan. Davanga bu, var mı bunun yok mu da kaçtı gayet telleki bizini selep. Yığılsa bu balı sağlamken normalken de bulamıyor. İmam Ebu Hanife rahimahullah mesela balınınki terik tuğulganlıkının şerifine yığılaşka İstirlerle. Fıkkıda şu da fıkkıda şu akrab yığılganlıkta terik tuğulganlıkına alındı. Sarihan min mes şeytan. Demek şeytanın çimdivelişi, nukulişi. Şunundan vakrab yığılaydı. İlla Meryem'e ve ibneha. Fakat lan Meryem bilen onun oğlu İsa ikkeyle ulaşamaydı ki. Ne için? Annesi dua kıldı, Allah Teala cevap verdi. Banalık adı Allah Teala. Şeytan ona çimdiyemeydi, yığıltamaydı oldu. Bu Sahih Bukhari'de bariz. Bunda alaylıkla her bir peygamberin nurunun alaylıkları var. Sanat gelse o fazla derece mertebeleri, onun manakıbları nacıkım. Bira 100 manakıbı buluşu mümkün. Bu fakat aslında manakıbının birisi bu. Sadece maktabda hadis çıkmaydı deyince reddiye olarak geldi. Sahih Bukhari ve Müslim'deki muttefakın aleyhi hadis. Bu Ebu Hureyre Sahih Bukhari'de rivayet kılıp müşahidesini rivayet kılgandan İkra'u in şi'tum ve inni u'iduha bika zurriyeten mineşşeytanirracim de ayetini dilketi. Bu okunma ayet mi? Bu şey hep şöyle demek. Fetekabbalaha rabbuha. Şunlar da Perverdigarı onun o Meryem'ni kabul kıldı dedi. Ve razı oldu. Yani şu uğalının ornuna kızını elip razı oldu. Bakıl dedi. Onun için fetekabbalaha rabbuha bi kabulünü bevlen taaddi oldu mu şu? Tekabbalar yani. لأنه تضمن معنى الرضا رضيت به demiz olmasın radiya biha radiya biha mesela xuddi aşınga razı olup qabul qildi degandek bizda tadammun ma'nosi bor. Şu yerda ma tafsirda mana va radiya biha sunnadir radiya deb qo'ysa shuni hadi bu tadammun uslubi hozir bizga hammaga ayon bo'lib ketdi-ku. Hech chiqib oldimizga o'tgandan keyin bu dirasat arabiyya. قيل القبول اسم ما يقبل به الشيء كالسعوط لما يسعط به. Saud degan bunga temtilgan darni saud deymiz. Saatga bunga dar temtishgan ishning o'zi saata. Saud degan temtilgan dara. Ladud saud dendi. Vajur dediqo. Ashunam mesela shundan aslar. Biz bunga biz og'zga temtilgan, biz joy temtilgan dar. Demak, o'sha azar ashu bunga temtish ishini qiladigan narsa deydi. Kabul degan so'zmi? Xuddi shunga o'xshash. Yani qabul qilinadigan narsa deganda. Yaxshi bir qabul qilingan hadiya sifatida qabul qildi degan ma'no bor. Demak, mana yuqorqi oyatda va inni sammaytu Maryam degan shu so'zini duo ma'nosini ba'ziqishnami? Ondan bu xuddi men nazar qilgan qo'sqanimni shu tug'digan bolani. Men nazrimdan yang'im yo'q. Nazirga bu udul kammisimanda men buni yana o'zimning uyda xizmat qilib, uni yotib qilib, bundan qo'yjimay. Men yana buni ibodat qilib atratda deb burunqa o'zining irodasidan rag'batining yanmaganligini, o'zining nazarida chin turganligini izhor qilishga iborat deb to'g'ri.
Yani mescidin xodimlaridan bo'lmasmi, davomli masjid ibodat qilib turganlardan bo'lsin dedi. Demak, endi bu xuddi bir Alloh taologa atib o'tgandek bir ahvol. Shu qabul degani unda atib o'tgan narsani, ashadiyani Parvardigori qabul qildi. Va vaqtisasuhu laha bi iqamatiha maqam az-zakari fi an-nazr. Demak, endi mushu qabuldan hasan degan yaxshi hadiya sifatida qabul qildi degani, yoki yaxshi qabul qildi degani, asli o'g'il bo'lish kerak-da uningga. Qiz bo'lsin mayli, mushu sizga xos birimni kamchilik yoki alohida bir e'tibor qilishdan iborat deb bunda qabul qildi deb. وَلَمْ تُقْبَلْ قَبْلَهَا أُنْثَى فِي ذَلِكَ. Unda ilgari, ashundan shariatida, unda masjidning xizmatiga unda qizlar qabul qilmoqdi ekan. Mush qatimlar, mush bir qatimda alohida e'tibor bilan qilindi. Aw bi an tasallamaha min ummiha aqiba al-wilada qabla an tansha'a wa tasbih lis-sadan. Yoki bu xususiyat nimadan iborat desa, yani qabul hasanning ma'nosi bayatında bu o'g'il bo'lish kerakda, qiz bo'lsin mayli deb qabul qildi dedi. Bu bir. İkincisi, bu odatda xizmat qila oladigan deb rasmiy munda bir cho'ng bo'lgandan keyin undan qabul qilibdi buni. Lekin hozir achchiqlib to'g'richa qabul qilyapti. Xuddi maktabga yetishmasmi, qatda ilayotgandek bir ahvol. Buni bir qabul hasan. Ruya anna Hinna lamma waladat Maryam, Hinna hozir Maryamning onasidir. Maryamni tug'gan vaqtida laffata fi xirqatin bir latiga yo'gab bir raxt yo'gab dedi, yo'gab dedi. Masjidga ko'tarib olibdi. Va wada'atha 'inda al-ahbar ibna Harun. Harun alayhisalomning o'g'illari bo'lgan shu avlodi deylarmi? Avlodi shu ulamolar, mullalarninki olib qo'yibdi. Va hum fi Baytul Maqdis kal hajabati fil Ka'ba. Xuddi Ka'bada shu Ka'baning xizmatini qilib, Ka'baning ishlarini boshqargan xodimlardek ularni Baytul Maqdisning shu idora qilib qilgan odamlar ekan. Kadirler deyler. Faqal lahum dunakum hadhihi an-nadira. O Meryem'in anası ma atvetken ma kızcakna elanglar depti. Dunakum yanıldı. Elanglar yanıldı. Koymanlar, tashlab qo'ymanlar dedi. Dunakum bani arfida. Bosh qo'ymanlar dedi. Habashlikcha Rasulullohga musobaqalashayotgan chog'da habashlar shu chog'da bir tarafni qo'llab gap qilgan. İleykum degan cho'g'a, ilaykumul akhbar as-saat tasi'a dedimiz. Xudu degan gap ilaykum. Faqalat lahum dunakum hadhihi an-nadira fatanafasu fiha. Hammasi man altın deb bas nima? Lianna nimshin bunda hammasi man altın deb bas ketdi desa, lianna kanat binti imamihim va sahibi qurbanihim. Demak, ular hammadan o'zi yaqinchilik qilishni xohlaydigan o'zining ustozi imamining qizi edi. Imronning. Va kanat banu Mathan ru'us bani Isroil. Demak, Imron nima? Ibn Mathan'ti. Bu Mathanning bolalari, ya'ni Imron va boshqalar Bani Isroilning kattalari ekan shu chog'. Ulamolari kattalari ekan. Faqala lahum Zakariya ana ahaqqu biha 'indi ukhtuha. Ular Zakariya alayhisalom gapda men buni beqab parvarish qilish, tarbiyalashga eng haqli. Chunki menda buning hamshirisi bor edi. Hamshirisi ya'ni asli bu nimasi? Hammasi va faqalu la hatta naqtari'a 'alayha. Shuna boshqalar buni talashib turib, yo'q, sanamda bir o'tmaymiz. Biz chek tashlaylik. Kimga chiqsa, bir bo'lmasa qo'yib qo'ymaymiz. Haqqimizni vojib kechmaymiz deb. Fantalaqu va kanu 27. Bu 27 kishi ekan bular. Yani şu Baytul Maqdisning xizmatini qildigan, dars o'qitadigan, ibodat ishlarini o'rlashtirgan endi ahli ilmlar, kattalar. Bir o'stan yoki bir daryo bo'yi bo'libdi. Fa'alqaw fihi aqlamahum. Ular ashaga hammasi qalamini chaqdanda ashada dars qildigan, o'qitadigan maktab sifatida bo'lsin, da ahli ilmlar taliblar bilan endi bo'lgan holatda ular hammasi qalam bilan bo'lgan ekan, hammasi chek tashlaymiz deb turibdi. Bu chekni qanday tashlaymiz? Qalimimizni shu o'stanga tashlaymiz. Qaysimizning cho'kidi, qaysimizning laylaydi, qaysimizning iqtidi, qaysimizning turdi, bunda qaraymiz demoqchi. Fartafa qalam Zakariya fawqal ma. Shu Zakariyaning kalimi suning ustiga laylatdi. Warasabat aqlamuhum. Boshqaning hammasi cho'kib ketdi. Oyatimizda ayyuhum yakfur Maryama. Ma kuntalani yaqtasimun. Shada vaqtda dedi-ku, Alloh taolo. Fatakaffalaha. Ular Zakariya
unga kapolat qilib tarbiyalaydigan anda ega bo'ldi deydi. Yani mushu chekdashlarni necha qatim tashlagan bo'ladi. Qalamlarni yig'ib bir kichik bola tutqizib, unda uyushtirib turgan deb bizni tanlasa Zakariyaning chiqib qolgan. Yani ondan suv tashlaymiz deb bakkan uni. Suv tashlasa Zakariyaning layla boshqaning unutmagan. Endi yo'q uning unutmay, yo'q qas eqib ketsa, shuning bo'lsin, aqmay qolgani tag'in bo'lsin deb Qaysa Zakariyaning yana aqqan boshqaning qilib qolgan. Mana o'zi axira deb Allohdan o'rlashtirish bo'lgan ekan, tanirib Zakariya xavoldigan bo'lgan. وقيل هو مصدر على تقدير حذف المضاف فتقبلها بقبول deganni i'robi to'g'riliq mumkin. Yani qabul deganni masdar ala taqdir حذف المضاف. Yani mudof etib tashlatilgan mudofin ilayhdan iborat bir masdar bu deb. Yani fataqabbalaha bizi qabulun hasan. Yaxshi qabul qiluvchi sifatida qabul qildi degandek, ha? Ay bi amrin yoki bunday bi amrin zi qabulun hasan. Yaxshi qabul qilishni o'z ichiga olgan bir ish bilan qabul qildi deb. Alloh. Va huwa al-ixtisas. Bi amr deganni ixtisos deb tafsir qildi. Yani unda xas holat qilib qabul qildi degandek. Yani o'g'ilning o'rniga qiz qabul qilgan xususiyat bo'yicha qabul qildi dedi. Bunun ma'nosi aniqmi? Taqdir qilmaydi. Va anbataha nabatan hasana. Andan u Maryamni, yani o'sha qizni anbataha, ya shu qizni yaxshi o'stirdi dedi. Majaz ani tarbiyatul hasana, yani yaxshi tarbiyalab, tarbiya qilishdan majaz dedi. Bu o'stirish degan xuddi bu o'simlikdagi gapda asta. Lekin bu yerda hozir xuddi o'simlik o'stirgandek nima qilishi tarbiyadan majaz. Qala ibn Ata bunday debdi. واصل ابن عطاء دبتمنا واصل ابن عطاء يعني رأس المعتزلة دبتم ما كانت ثمرته مثل عيسى فذاك أحسن النبات ونم ميسل إيسادك بالذات ونم ميسل دغم بوسا بو درخ ياكي اسملك يحش اسملك الله demek bu نبات وشط قالت ونبات مصدر على خلاف الصدر نيجاب يعني وأنبتها ده baştaki piyelge xilaf halet keldi ama masdar edi. Ve enbetaha inbatan deyiş gerekti. Lekin bu yerda hozir ortiq harfni tashlab o'tib, qisqartirib nabata diyor. Bunda ahvoli bor lug'atda. Va taqdir fanabadat nabata. Yoki bunda desak bo'ldi. Va enbataha fanabadat nabata degan bir taqdir bor. Nabatat degan bir fe'l bor yoki ko'nglimizda. Shuningki maf'ul mutlaq ma'bud bo'lish. Va kaffalaha yani onu qabul qildi desak bo'ldi. O dominal qiyam bi amriha. Yoki uning ishini qilishni o'z ustiga oldi desak bo'ldi. Ma'vamda va kafalaha ekan, maqrat bunda bo'lishi mumkin. Va kafalaha, qabilaha. Demak, bu zamin bo'ldi, o'z ustiga oldi, qabul qildi. Va kafalaha, yani Zakariya fa'ila. Zakariya buni qabul qildi. Men baqaman deb qabul qildi degan. Yani va kafalaha kufi. Kufi qarilerin unda bu kadar ve keffelaha da teşdid ediyor. Yani keffelaha Allah Zakariya. Yani Allah Teala Zakariya'nı kefil kıptadı bununla. Bekir perviş kıyıcı kıptadı diyeyim ben. Zakariya mafulun bir yolda. Kufi degen şu. Yani ja'alahu kafilallah. Yani Zakariya aleyhisselam ne? Yani mafulun bir hazır. Zakariya. Aşı Meryem'ge kapalı kıyıcı, bakışı, perviş kıyıcı kıptadı. Bunun bütün menfaatini qo'llaydigan kıptadı de. Kufi degen ne şeyde? Hamza, Ali, Asim. Ashqarilar shunday o'qidi. Zakariya bil qasr kufi. Yani bu yerda Hamza yo'q, Zakariya degan yo'q. Zakariya degan to'g'ri holatda qiraat qildi. Kufi qarilari, Abu Bakrdan boshqa kufi qarilari, Asim, Ali, Hamza. Fi kulli Qur'on, Qur'on karimda ne degan Zakariya lam kasa Zakariya deb keldi. Zakariya emas. Ve qara Abu Bakr bilmad. Abu Bakr kufi qarilarda Abu Bakr so'zab o'qitdi va zivar qilib o'qitdi. Zakariya unda o'qitdi. Unda Zakariya bo'lsa kaffala Zakariya maf'ulun bihi bo'ldi. G'ayruhum bil madd va raf. Boshqacha Zakariya u deb o'qitdi. Bu joyda fa'il bo'ldi. Ya'ni Zakariya men baqaman deb o'zi ketib bo'ldi degan. Qabul qildi degan. Katsaniyati va salsa. Nima degan gap bu? Tabbaqama. Bu ma Zakariya degan so'z og'ida 2-3 qatimni keldi. Oxirda kelgan 2-3 o'ringa o'xshash, shunda o'qidi degan. Men farzimcha
Peki vallahi çünkü aygıda Zekeriya al-Mihrab unalika da Zekeriya'da 2 qatim kelgan. Ve ma'vo birinci qatim bo'lsa, aygıdagi 2 qatim 3 qatim degan. Demak, ikkinchi, uchinchi qatimda Pishqulda. ashunda Zekeriya'da. pishqulda. Fi mahalli rafa deyla. Pishqulgan bo'lgan ekan, ma'volar mad qilganlar Zekeriya deganlar, Zekeriya u deb oltidan ashuni o'xshaydi. ومعناه في العبري إبراني طلبة زكريا معناه دائم الذكر والتسبيح ذكر قلب لم ترغچه ذكر تسبيح لم ترغچه كلما دخل عليها زكريا المحراب قچانك قندا وقتا زكريا شو مريم عليه السلام قشغان محرابقا kirib qalsa وجد عندها رزقا çokum onun qaşida ondan naz nimet her türlü yemek içmekini gördü dedi. Qila bana laha Zekeriya mihraban fil mescid. Mihrab degani bunda depaktandı. Zekeriya aleyhisselam Mescid-i Aksa'da Meryem aleyhisselamga mihrabtın bina qilganda. Yani mihrab degani bir hujra ekan. Shu bilan chiqadigan boshqa hech kim kirmaydigan unda uydimizni naqtirib. Wa qila al-mihrab ashraful majalis wa muqaddamuha. Mihrab deganda bu so'rinning aşı 5i, to'raydi. Sorunun türü en isil hürmet sadavar caye değildir. Yani mescidden şu tür taraf mihrab buldu o. İmam Turan. Kana odat fi eşref mevda min Beytul Makdis. Beytul Makdis'in mihrab ornuğu uğurlaştırıldaklar. Ve qila kana mesaciduhum tusammal maharib. Bazıda onların mescidde aslı mihrablar atıldı. Aşılının kaşığa mescid kirgen çağda degan gap bo'ldi. وكان لا يدخل عليه إلا هو وحده. Fakat Zekeriya yalnızlan kiralayken de kaşa başka kirmeyken. Ama bazı selefi yakındakiler mutlaka ma'rif yok bu diye bid'at tepkigaysırda o bakayında mı? Azaldan bakında mı? Ya şu mihrab degan ağanın mescidinin ismi şunda dese, bu ataydı mihrab yok diyen buldu. Yani mihrab degan ayında en esil bir töv tarafına değmez dese, yani mihrabı var diyen buldu. Ama onu mihrab diğer ummanlarda ise Doğu'nun Resulullah'ın ilgili tarihine konu tarihi ama Medine'de Resulullah'ın özündeki mihrabın umumsuzdan bayağı çok. Resulullah mihrab sığan mı diyen mescid. Bu keyinki padişahlar hesap koygan mihrab olsa bu çağda Resulullah'ın qiyğanlığı ile münasebeti söndürür. Yani halifeli sığan bolsa mayli olsa. Hem de Müslümanların diğerlerde umum ketken bir nimadır mihrab. Kıbleni bildirdiği Mesela Nadir aşağıda kim yarab var mesela Mescid-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ma sirada okuduk mu? Peygamberimizin vaktideki mescid aşı azın Peygamberimizin kıvrısı aşı orundan tartıp mayanmaça 35 metre anlıkta. Bunun azı türüklere büyük çağında sırlarlık gitmiş. Aşağıda Sariyat Abu Dujana o bu digene türüklerimiz aşı ismiyle yazılak mı? Türk var ya. O alqa Ravzanda Ravzanın onda bir kısım olsa onun sen eş gibi sonra ya çoğuna. Aşının va kamlikimi 20 metrmi kelgan. Shu payg'ambarning vaqtidagi masjid deb başlangan. Aş ma'rif shu payg'ambarning vaqtidagi masjidning ma'rifda deb deyish bo'lganda. Anondan keyin selingan ma'riflarni deganda keyingi kamlik alıştırıyorum. Mümkün. Demek hazır amda mesleği çeşitli Resulullah'ın mihrabı diye mihrab. Ben sen de arıqlayanda araydım da bir mihrab bağımıttı. Ya Resulullah ende turduğum bir cüzdan bir tamıttı. Var gep. Şu hazırım yerde mesleğe bazı mesleğede mesela bu kardeşlerimiz bu mihrabda bunda çuku sirk ketganda bir nimayan chiqamay cüzdan tamık qo'yib bu shu qibla deb bilan imom Shafi'ga turgan qilinglar. Ya bu asli nimaga chekishmasa bu hukmuha hukmul vasail. Bu odatdan da insonlarning da bir narsa belgi qilib qaydinish uchun xato ketmas uchun masjidga chirib qolgan odammi aqlmanligida bundan qo'lgan bir belgi bor. Ham imom tursa ayaga chirib tursa unda sat rusundo dem jitat sudu degan nima bor. Masalan, masjidga jitat qo'ygan Rasululloh zamonida tatqanmi tatmagan. Shunga o'xshagan. Rasululloh zamonida gumbaz yasamagan, hozir gumbaz yasada. Bunu çekvesi oldu gibi. Münayeti muğam münayim çekvesi oldu. Peki en mesela da kaydılık, masalah üstü kurulgan nasıl olan iken,
Xuddi Qur'on Karimni bir mushafning ichiga jamlab, ikki muqomning ichiga jamlab to'plaganga o'xshash. Bu foydali ishlarning jumlasini vasail doirasida. Bu vasailga unda bid'at degan sifat ko'rinmaydi. Bu o'zida bir ibodat bo'lgan ekan, mazhab silishning o'zi bir ibodat desa, Rasululloh qilmagan desa bid'at bo'lishi mumkin. Lekin bu endi bir foydali ishlarning belgi qildigan, ishimizning yurib ketish uchun endi o'ng'ishli qildigan ish bo'lgan ekan, qo'yalım. Belki buna nima qilmaganda hammasini munasib chiqarsak taxmindan bo'lamdi. Bir nimada shunda talash tartishdi. Gumbazni yeshil bo'sh, bu so'plarning ishi. Biroq ahli bayt yeshil kim ketdi? Rasulullohning avlodi, Sayyid avlodi deymiz-ku. Keyin bu so'plar kelgan bo'lib qoldi. So'plar ahli baytning qismi chiqqanligi bor. Ondan bunda yeshil kim kishilab ondan bu masalalarni bunda so'pizimning tusini birish uchun bunda yeshil bo'ygan. Deb ondan yo'q bu yeshil bo'ysa bo'lmayamsa qizil bo'yamdi, qizil ko'minsidan keldi. Unda oq bo'yamdi, oq degan taslimchilikning belgisi. Unlar bunda axir bo'lmaydi. Eng oxir birisi debdi, hamsi bu Rasulullohning masjidini yeshil bo'yoqlab bo'lincho'di. Uning qatib birisi debdi, yo'q bu bo'yashning gapi emas, bu asli gumbaz, asli bidat emasmi? Chiqish kerak deganiga eng oxirida unda Rasulullohning o'sha Madinadagi masjidning gumbazini chiqish kerakmi deb shara to'xtab qoldi. Bu endi bunda vasail naslga bid'at degan narsa qalbimizga chirib olsa, bizni aslida vayron qiladi. Tinadi. Bizlarga kerak o'sha tinda vayron qilgan narsa biz shu. Bu tamashiga emas tashash qiladi. Bizning ustozimiz masjidimi mehrab yo'q. Demak bu mehrab degan so'zni hozir unda bid'at degan gapga shaxlab ketib qoldik biz. Wajada indaha rizqa. Qachon chiysa, Maryamning qishiga masjidga chiysa, qishida har xil noz-ne'mat rizq mevchi va shuna rizqni ko'rib dedi. Kana rizquha yanzilu alayha min al-jannah. O Maryam alayhisalomning rizqi, yemek-ichmaki jannatdan udul bevosita chirikan. Hozir ma 5 yillik mehmon kishininki butun yemek-ichmak nimalari Yevropadan yerdan keldigan udul aeroplan bilan. Shunga o'xshash jannatdan udul yangi holatda kelganda qishning, yozning har turli vaqti bo'ladigan mevlar jannatda gap bo'lmagan ekan, har fasl bo'ladigan mevalar bo'ldi ekan. Bu Ibn Abbas radhiyallohu anhu debdi, jannatda udul tushdi dedi. Valam tarda tadiyan qat. Emchak imtihon. Chunki nima tug'iblam, yo'gak bilan nimaga o'qilyapti-emasmi? Men endi uni igdachilikmi, nima qilmayman, ishlatmayman, zodiman butunlay atratdim, ya'ni shu tug'iblam zodi shu kunlar qo'yayotgandek. Kana yajidu anda fakat ash-shita fi as-sayf wa fakat as-sayf fi ash-shita. Demak, qish bo'lsa yozning mevalarini bor holat ko'rdi. Yoz bo'lsa qishning mevalarini bor holat ko'rdi. Yani bizning ajilda qishda meva bo'lmaydi. Ammo arab diyorlarda, o'rta sharqda qishda meva bo'ldi. Portuqaldek, bananga o'xshash menda meva bor. Rizqa hozir o'shada at-tanwin lit-ta'zim. Allohga rizqni ko'rib deydi. Qala ya Maryam anna laki hada. Zakariya da hayron qilib so'raydi. Ey Maryam, bu sizga na'dan keldi? Min ayna laki hada ar-rizqu alladhi la yushbu arzaqad dunya. Bu dunyoda bor mevachi va o yemek-ichmakka o'xshamaydi, bu ajoyib alayda. Sortiq bir mevachi ekan bu. Na'dan kelib qoldi sizga? Uning ustiga taqib bu o'zidan pishirgan vaqtida emas, boshqa vaqtda bo'lib qolgan ekan. Qalat wa min indillah. Bu degan Allohning huzuridan kelgan rizq bu. Fala tastab'id. Shuna uni bak hayron qolmasang bo'ldi. Qila takallamat wa hiya sagiratun kama takallama Isa wa huwa fil mahd. Ba'zida shu bayatın tafsir bo'yicha bu holatlar tug'iblan yo'gak qo'yib qo'ydi, asir vaqti deymiz ku. Shu baqib oyda nima qilyapsa, qishda mevachilar yemek-ichmak paydo bo'lib qoldi ekanda. Zakariya alayhisalom chiribamdi bu vaqtda hayron qolganlikdan, "Ey Maryam, na'dan kelib qoldi bu sizga?" deb so'rasa, javob berishni kutmasligi mumkin. Lekin hayronlikda so'raydi. So'rgan ekan, bu nima kichik turib, bu vaqt turib, "Va min indillah" deb javob bergan. Bu holatda so'z qilganlarning birisi o'sha Maryam alayhisalommo demoqchi ekan. Yani Sahih hadisda kelsa, shu bo'shikda so'z qilganlar 11 kishi edi. Sayyid Saudin Jurayjning balasi vaqtadagi balasi deb qaralgan, ha. Shu ashabul uqtud diksa
İsa aleyhisselam, Meryem ve 11 kişi de ne okuttu? Anda sir tekşirip bakıldı vakit. İmam Suyuti müşahhıda bir nazm yazmışken 11 kişinin birbirine tizip. İnna Allah yerzuqu men yeşâ'u bi gayri hisab. Bu adır yukarıki sözünün ta'lili. Çünkü demizim. Bu Allah'ın huzuridan. Çünkü Allah diyen kalın kişiye anda hadisab rızık buyurduğun zat. Min cümlet kelam Meryem. Ama o bir xil qarash. Yani qalat ve min indillah desin ama. Yani qalat ayıqdan, şunun ayıqdan innalloh yarzuqu men yasha bi gayri hisab dedi. Yani Meryem dedi degan gap ma. İkinci qarashda Allah Teala'nın sözü. Qalat ve min indillah deb tugdi. Vaqalikka o'zi gap so'z tugab bo'ldi. İnnalloh yarzuqu men yasha bi gayri hisab Allah Teala o'zi da'vat etdi demoqchi. Bi gayri taqdirin li kasratihi bi gayri hisab degan bu bekçi qo'ygan ekan, hisoblab o'tmaylam berib o'tgan shaklda. Aw tafaddulan bi gayri muhasabatin ve mujazatin ala amal. Yoki bir ish ya bir savob ya mukofot shaklida emas bunga. O'zining huzuridan shundoqlam fazl marhamatulloh berib o'tgan degan bo'ldi. Gayri hisob. Yani hisob o'tmaydigan holatda, hisoblajmaydigan holatda berib o'tdi degan. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Şu çağda, şu o'rinda Zakariya Parvardigarni chaqirdi dedi. Yani dua qildi dedi. Haythu huwa qa'idun 'inda Maryam fil mihrab. Demak shu savol so'rgan chaqda Maryam alayhisalom javob berdi. Shu chaqning o'zidan, shu mas'ud tarafdan dua qildi. Aw fi zalikal vaqt. Shu o'rinda yoki shu vaqtning o'zida, yani dua qilishdan kechikib qolmadi bu. Bunda olsa menmo Alloh taolo cheksiz berib turgan zot bo'lgan ekan. Maryam shunda ajoyib nimani beribdi. Men bu g'ash duo qilsam, menga mumkin emas deb o'ylagan narsani berib kedak. Chunki mening yashim joyiga borgan, men farzand ko'rishdim, farzandim yo'q mening. Ben yüzü ko'rmagan. Ayolimga qarib ketdi. Bu tug'ilgandek holat emas. Qani bir duo qilsam Alloh taolo beradi ekan. Deb gachchida duo qilishga boshladi. Demak, Zakariya alayhisalomning hozir diqqatini gachchida bu Alloh taolo zoti mumkin emasdek narsani o'zim unda hal qiladigan, beradiganligi gachchi isi keldi meni ko'rgandan keyin. Endi u payg'ambar bo'lganiga albatta biladi, lekin biror ish ta'sir qildimi duo qilishga turtki qildi. Fakat yusta'aru huna ve haythu ve themma liz-zaman. Mana yani şu çağdın o'zida dedi shuni. Hunalika degan aşağının o'zida lan dua qildi dedi. Çağdı demadi. Çünkü bu huna haythu themma degan asl o'ringa ishlatildi. Shu joyda. Lekin zamonga isti'ara sifatida ishlatildi ekan. Fakat yusta'aru huna degan so'z. Hunalika degan huna degan so'z bor. Huna degan kalimatu huna ve kelimatu themma ve kelimatu haythu shu so'z zamonga ishlatildi ba'zida. Odatda makonga ishlatildi, lekin ba'zi zamonga oriyat olib turib ishlatilgan ishlim bor demoqchi. Lamma rahala Maryam fi karamatiha ala Allah. Men Maryamni Alloh taolo haqiqatda izzatlabdi mana. Alloh iltifot qildi. Deb o'sha ahvol ko'rgan ekan. Alloh taolo buni alohida bunda bir iltifot qilgan holat ekan bu. Endi rag'ib an yakunlahu min isha'a waladun misla walad ummiha hinna fil karamati ala Allah. Ayoli ishadimmi xuddi o'sha hinna, ya'ni qaynonasi hinnaning farzandi bunda bo'lgandek farzandining ahvoli qarta bunda. Hinnaning qizi hozir bunda karomatni ko'rish, ama ko'rgan ekan mening ayolimdan men shunda bir karomatli farzand ko'rsam nima ekan. Va in kanata ayoli tug'mas qiri xotin bo'lsa-mu, faqat kanat ummuha kadalik. Qaynonasimi shunda dedi. Bunda ekan bu ahvol o'xshash bo'lgan ekan, men bir vaqtda jipamas, meni beribdi deblam g'achida. Va qila lamma ra'al fakihata fi g'ayri vaqtiha intabaha ala jawaz wiladat al-aqd. O'zining chiqadigan vaqtida emas, boshqa vaqtlarda har turli mevlarni ko'rgan ekan. Tug'masqimi bir vaqtda jipamas ekan. Qirgan chog'da farzandlarim bagda deblam g'achida diqqat qildi mazmunga dedi. Da'a Zakariya rabbah. Qala rabbi hab li min ladunka zurriyya. Parvardigorim, menga o'z huzuringdan bir farzand bergaysa debdi. Robbi degani hozir bu Alloh taoloning mush o'rinda eng loyiq sifatini tilg'ilishga bor. Tarbish qiluvchi, bag'uvchi, rizq qurib tug'uvchi, tavog'uvchi degan ma'no bo'lgan ekan. Hab degan shara va haba degan to'q. Ya'ni qarshiliksiz berish.
mutlaq ihson. Odatda ba'san bilan o'zini berishwa, lekin Alloh Vahhab, innaka antal Vahhab degani qarshilik qo'ysin, qarshiliksiz bo'lsin. Bikadim bunda biritilgan zot degan bu. Sababsiz. Habli degani menga hech qanday sababsiz hamda bo'kkida bunda birvatga isarmoqchi. Nima uchun habli dedi? Sababsiz degani. Endi sababini qilsak, men kirib qolgan. Ayolim mutaxa tug'mas ayol. Biz sababini qilolmaymiz. Sen ashu shundalam bo'kkida birvatga isargina shu. Habli degani. Zurriyatan. Zurriyatga avlod ham bo'ldi-ku, nasl avlod. Lekin mishada bir bala deyman, bir bala deyman. Valadan vahidan degan bo'ldi mishada. Nima uchun valadan vahidan degan bo'ldi? Bir bala deb tafsir qilsang, bir dalil deb qo'ygan. Zurriyat degan yadullu alal fard va jamaa. Birgimi dalil qilgan, ko'pkimi dalil qilgan zurriyat degan. Va min zurriyati Adam. Chunki Alloh taolo buni Zakariya alayhisolamning duosini ijobat qilgan. İcazat qilib Yahya alayhisolamni bergan. Tamam. Birini berdi-ku. Shu valadan degan shu birini tilovatdek holatda deb tushunsak. Va zurriyatu yaqu alal vahid val jamaa. Ama amaliyotda zurriyat degan birgimi ko'plikmi ishlaydigan, xuddi nasl degandek, ha. Bu masalan Yahya alayhisolamdan keyin Yahya alayhisolamning avlodlarining zurriya ular shunga nisbatan. Degan shu mening o'z kuchimda ayolim tug'digan holatda bir farzandlar degan. Bunu farzandimning nimalari bo'lsa, u boshqa gap. Lekin Yahya alayhisalom buni farzandlar bo'lganmi? Sizlar Yahya alayhisalomning farzandi bo'lgan demakchi. Bo'lganmi? Yahya alayhisalom hasur tursa, ondan yosh altida o'ldirilgan tursa, shahid qilingan. Avlodi balki yo'q. Ayollar yaqin kelmaydigan. Va hasura va nabiyyan min as-solihin. Hasur degan xil ma'noda ekan. Ya o'zi o'zini ifatli tutib zada ayollar qat'iy yaqin kelmaydigan degan bo'ldi. Yana bizsa Alloh taolo tarafidan yaqin kelmaydigan qilib o'tilgan, jinsiy munosabat qilmaydigan qilib o'tilgan. Ishqil ta'sir bor. Bu nimadan hasur degan ta'sirda keladi bu. Zurriyatan valadan, ya'ni valadan vahidan deb ta'sir qilinadi. Tayyibatan, mubarakatan. Yani tayyiba degan narsa muborak deb. Berkellik. Ve ta'nithu li lafz zurriye. Nima uchun tayyiba deb ta'lan keltirdi desa, zurriye degan so'z muannas lafz bilan kelganlikdan shuni rioya qildi deydi. Albatta u tug'ilgan bola qiz bo'lishi bilan munosabatsiz. Qiz o'g'il bo'lishi bilan munosabatsiz. Innaka sami'ud du'a. Sen haqiqatan duoni eshitishsan, eshitgandan ijobat qilsan, ya'ni ko'p ijobat qiluvchi, davomli ijobat qiluvchi zotsan demakchi. Demak, mushu Zakariya alayhisolamning qilgan duolari Qur'on Karimning u yerda 3 xil duo kelgan. Endi Alloh taolaning bu duoni ijobat qilganligi 2 o'rinda kelgan. Yana hozir hunalika da Zakariya da aqdullam fanadatul malaikatu. Shu hamon shu degan hamon farishtalar yoki Jibril farishtaning jumlasidan bo'lgan ekan, qattiq chaqirdi uni. Bu anda mush qatimni shunda duo qilishlar javob qilinib ketdi degan. Boshqa o'rinlarda deyilgina, masalan, vahanal adum minni, anda yana bir duosi bor. Yana bir yer duo qilgan. Robbi la tazarni farda. Demak, mush duolar endi bir necha yil kelgan. Olimlar degan bu bir necha o'rinda duo qilgan bo'lishi mumkin. Albatta ba'zida bir duo bilan bir duoning oraligi 40 yil o'tgan deydigan duo ekan. Lekin oxirgi oyatning nusxasini qarasak, sizlar fanadatul malaika. Shu duoni shunda qilsa, hammalar farishtalar chaqirdilar. Shuncha javob qilib ketganligi, unda vaqtning o'tmaganligini. Shu bir duo qilishlar ijobat qilinganligini ko'rsatdi. Boshqa oyatdagi duolar xuddi o'sha Zakariya alayhisolamning qilgan duosining mazmunini har xil lafzlar ifodalab bergandek Alloh taolo. Chunki u boshqa tilda qilgan duo. Şunun mazmununu bir kıtımanda tariqada, bir kıtımanda tariqada bayan qilgan. Yoki bir kıtım qilgan duoninki 3-4 xil siyg'isini ayrim bunda ta'kidlab bayan qilgandek deydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.